Men odatda sut ichsam, qornim dam bo'lib, ichim ketadi. Bu nimadan bo'ladi? Bu doimiy kuzatiladi. Bizani ingichka ichaklarda laktozani hazm qiladigan laktaza degan ferment bo'ladi. Mana shu ferment ayrim insonlarda yetishmaydi. O'sha hisobiga, demak, ingichka ichakda shu suti oqsili hazm bo'lmaydi. Keyin yo'g'on ichakka o'tadi hazm bo'lmasdan. Yo'g'on ichakda bakteriyalar bor. Ular oqsilni hazm qilishga harakat qiladi. Natijada u noto'g'ri hazm bo'ladi, ko'p gaz hosil bo'ladi va buni oqibatida qorinni dam bo'lishi, ich kelishida buzilishlar paydo bo'ladi. Allergik holatlar bo'lishi mumkin. Ya'ni pishevaya neperinosimos deydi. Bunda sutni tarkibidagi moddalarga ichaklarni ta'sirlanishi natijasida qorin dam bo'lishi, ich ketishi kuzatilishi mumkin. Bunaqa holat bo'lsa, birinchi navbatda laktozasiz sut ichib ko'rish kerak. Agar bunaqa holatda ham yaxshi bo'lmasa, unda sizda qanaqadir kasallik bo'lishi mumkin. Vrachga murojaat qilish kerak, tekshirish kerak bo'ladi. Rostdan men sutni yaxshi ko'raman o'zi. Tabiatdan yaxshi ko'raman. Xomligicha ham shunday ichaveraman. Xom ichish kerak emas sut. Pishirilgan sut ichish kerak. Pasterizatsiya qilingan sut ichish kerak. Pasterizatsiya bilasiz-a? 70 gradusga sutni olib chiqadi, 8-10 minut ushlab turadi. Tarkibidagi yomon kasallik qo'zg'atuvchi bakteriyalar bo'lsa, ular o'ladi va bu sut xavfsiz bo'ladi. Ko'pchilik jigar kasalliklarida yoki jigarida ozgina muammo kuzatilsa, tuya suti ichishadi. Ularga qanaqa qaraysiz? Tuya suti ichsa bo'ladi. Oqsilga boy. Xom ichishadi albatta uni, lekin men xom ichishni maslahat bermayman. Qaynatib olib, keyin sovutib ichsa bo'ladi bemalol. Virusni o'ldirmaydi tuya suti. Faqat ozuqa sifatida yordam beradi. Sutni ichsam bo'ldi, doktorga bormayman degan gap yo'q. Yo'q, unaqa narsa yo'q.